Assalomu alaykum. 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Maqsud Shayxzoda 1908-1967. Maqsud Shayxzoda nomi nafaqat o'zbek kitobxonlari, balki qardosh Ozarbayjon o'quvchisi uchun ham ardoqli nomdir. Chunki iste'dodli shoir Ozarbayjon diyorida tugilib, ijodkor sifatida O'zbekistonda, o'zbeklar bagrida ulgaydi. Atoqli qalam sohibi sifatida kamol topdi. O'zbek adabiyotining 20-asrdagi ulkan namoyandasiga aylandi. Ikki xalqning farzandi bo'lmish Maqsud Ma'sum O'g'li Shayxzoda 1908 yilda Ozarbayjonning Agdash, Oqtosh shahrida shifokor oilasida tugildi. Boshlang'ich va o'rta ma'lumotni o'zi tugilgan shahrida olgach, Boku Oliy pedagogika institutiga sirtdan o'qishga kiradi. 1925 yildan boshlab Darbanddagi bir bosqich Ozarbayjon maktabida, Boynoqdagi ta'lim va tarbiya texnikumida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. 1927 yilda Aksil inqilobiy tashkilot a'zosi sifatida qamoqqa olinib, 1928 yilning fevralida Toshkentga surgun qilinadi. Maqsud Shayxzoda Toshkentga kelgach, turli gazeta-jurnallarda adabiy xodim. 1935-1938 yillarda O'zbekiston Fanlar komiteti qoshidagi Til va adabiyot institutida ilmiy xodim. 1938 yildan vafotiga qadar Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti, hozirgi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti ning o'zbek mumtoz adabiyoti kafedrasida dotsent vazifasida xizmat qildi. Shayxzoda o'zi e'tirof etganidek, hali savodi chiqmasdan she'r mashq qila boshlagan shoir. Biroq u o'zining dastlabki ijod namunalarini 1929 yildan boshlab e'lon qila boshladi. 30-yillarda shoirning Loyiq soqchi, 10 she'r, Undoshlarim, 3-kitob, Jumhuriyat, 12, Yangi devon, Saylov qo'shiqlari nomli she'riy to'plamlari nashr etiladi. Ushbu she'riy majmualar Maqsud Shayxzodani o'zbek adabiyotida o'z ovoziga ega bo'lgan katta iste'dod sifatida elga tanitdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida Shayxzoda barcha o'zbek shoir va yozuvchilari qatori bor ijodiy salohiyatini fashizm ustidan g'alaba qozonishga qaratdi. Bu davr shoir ijodining yuqori darajaga ko'tarilgan, uni chinakam vatanparvar ijodkor ekanini namoyon qilgan davr bo'ldi. Insoniyatga tahdid solayotgan 20-asr balosi, fashizmni yo'q qilish, hayotni, tiriklikni, or-nomusni saqlash, xalqni ruhan yengilmaslikka, matonatga undash shoirning o'sha yillari chop etilgan Kurash nechun, Jang va qo'shiq, Kapitan Gastello, Ko'ngil deydiki kabi to'plamlarning bosh mavzusi bo'ldi. Maqsud Shayxzoda Jaloliddin Manguberdi dramasini yozdi. Unda o'z yurtining ozodligi va mustaqilligi uchun Mogul bosqinchilariga qarshi kurashgan Xorazm shohining jangovar jasoratini tarixan aniq va haqqoniy tasvirladi. Qadrli o'quvchi, O'zbekiston tarixi fanidan yaxshi ma'lumki, yurtimizni 18-asrlarda Chingizxon qo'shinlari bosib olmoqchi bo'lganida, xalqimizning asl mard o'g'lonlaridan biri Jaloliddin Manguberdi istilochilarga qarshi qattiq kurashadi. Vatan mustaqilligini saqlash uchun mardonavor turib jang qiladi. Ushbu drama o'z vaqtida sahnalashtirilgan va jasur vatanparvar Jaloliddin Manguberdi siymosini sahnada buyuk aktyorimiz Shukur Burxonov gavdalantirgan. Maqsud Shayxzoda urushdan keyingi tinch qurilish yillari yana qaytadan nohaq qatagon qilinganiga qaramay, farovon hayot va bunyodkorlik zavqini tarannum etuvchi she'rlardan iborat 15 yilning daftari, Olqishlarim, Zamon torlari, Shula, Chorak asr devoni kabi to'plamlarni nashr ettiradi. 1958 yilda shoir qadimiy va navqiron, azim poytaxtimiz Toshkent haqida teran falsafiy va ushbu shaharga nisbatan nihoyatda samimiy tuyg'ularga boy Toshkentnoma dostonini yozadi. Shayxzoda adabiyotning liroipik turida ham muvaffaqiyat bilan qalam tebratgan ijodkor. U O'rtoq mulk, tuproq va haq, Chirog, O'rtoq, meros, Ovchi qissasi, Iskandar Zulqarnayn, 11lar, Jeniya, Oqsoqol, Ahmadjonning hikmatlari, 3-o'g'il, Nurmat otaning tushi kabi dostonlarning muallifidir. Maqsud Shayxzoda badiiy asarlar yozibgina qolmay, adabiyotshunoslik va adabiy tanqid sohasida samarali ijod qilgan. Ayniqsa, uning buyuk mutafakkir al-ijodi va faoliyatini o'rganishga bagishlangan 133-352 qiqotlari navoiyshunoslik fanini yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqdi, desak yanglishmaymiz. Shuningdek, zabardast olimimiz O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotning Bobur, Muqimiy, Furqat, Oybek, Gafur Gulom
Hamid Olimjon, xalq og'zaki ijodining ajoyib vakili fozil shoir, jahon adabiyotining Nizomiy Ganjaviy, Shota Rustaveli, A.S. Pushkin, N. Nekrasov, N. Ostrovskiy, Tig Shevchenko, A.P. Chexov kabi namoyandalarga bagishlangan asarlar yaratgan. Shayxzoda mohir tarjimon sifatida Rustaveli va Shekspir, A.S. Pushkin, M. Lermontov, Nizomiy, Fuzuli, Mirza Fatali Oxundov, Ezop, Esxil, Gyote, Bayron, Mayakovskiy, Nozim Hikmat va boshqa yozuvchilarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan.